Rang-barang multfilmlar qishlogida quyoshli sariq eshikli kichkina uy bor edi. O'sha eshikning o'rtasida Ting ismli oltin qo'ng'iroq yashardi. Tingning katta yumaloq ko'zlari, shirin tabassumi va yurak shaklidagi chirog'i bor edi. Har tong u hayajon bilan kutardi, kimdir tugmasini bosar, ding-dong ovozini eshitar degan umidda. Ammo kunlar o'tar, hech kim kelmas edi. Gullarning barglari silkinar, bulutlar kulishar, ammo Ting jim turardi. Yana hech kim kelmadi shekilli deb u mayin xo'rsinardi. Yurakchasi sekin so'ndi, Ting ozgina gamgin bo'lib qoldi. Agar hech kim meni bosmasa, men hali ham qo'ng'iroqmanmi? deb o'yladi. Kechqurun oy yaltirab, yulduzlar jimirlab turganida Ting osmonga qaradi. Qaniydi, shu eshikdan tashqaridagi dunyoni ko'rsam edi, deb shivirladi u Pause. Shunda mo'jiza yuz berdi, klik. Ting devordan chiqib ketdi. U hayratda qoldi va yumshoqqina gilam ustiga "boing" degan tovush bilan tushdi. Pastdan qaraganda hamma narsa juda katta ko'rinardi. Eshik dastasi tog'day, xat qutisi esa porlab turgan go'rday edi. "Voy, dunyo juda katta ekan-ku", dedi Ting hayajon bilan. U asta-sekin ayvondan yumalab ketdi, tanasi qiziqarli tarzda tebranardi. "Salom, aks-sado", dedi Ting va uning ovozi bog'dan qaytib eshitildi. Shamol sekin esdi, fush. Ting kulib yubordi. Yomg'ir tomchilari tomdan plink-plonk deb urilardi, eski panjara esa krek deb gichirlardi. Dunyo ovozlarga to'la ekan, dedi Ting quvonib. Endi meni hech kim bosmasa ham, men baxtli bo'la olaman, deb tabassum qildi u. U o'zini issiq his qildi, garchi havo sovuq bo'lsa ham. Sekinasta Ting katta sariq eshikka qaytdi. "Qani, yuqoriga chiqaman", dedi u jasorat bilan. So'ng bir sakrab, klik. O'z joyiga qaytib joylashdi. Quyosh chiqqanda qishloq oltin va pushti ranglarga to'ldi. Ting shivirlab dedi, "Hech kim meni bosmasa ham, men baribir porlayman." Shunda yumshoq shamol yuzini siladi va birdan ding-dong. Ting o'zi chalindi. "Men baxtimni ichimdan topaman", dedi u quvonch bilan.